Keyin deylar, bir dasturxonni qilib deylar, kovush oldim, bitta massa oldim deylar. Hammasini qilib odam uyga borib, siz falonchi boyda o'g'lisiz-a desam, hayron qoldi deylar. Hamma o'shaman. Buxoroliklar o'shaman, Buxorodanman. Men esingizda bo'lsa bir kovushni o'g'irlanganini bir 80 yil oldin gapirdim. O'shani men o'g'irlab ketgandim. Chunki rozi bo'lasiz debdilar. Yukim yelkamdan tushganiga bir xursand bo'ldim deylar. Keyin men aytdim deylar. Sizlar o'sha paytda bilsam Buxoroda ikkita boy bo'lsa, bittasi siz otangiz edi. Nimaga shunaqa bo'ldi dedim deylar. Deylar, o'sha biz mahallada kelib sen bitta odam deyli Xudoning yo'lida o'qiyman deb yalangoyoq bo'lib yurasan, u sendan bitta kovushing bormi deyolmaganimizdan keyin Xudo bizdan hamma dunyoni olib senga beribdi debdi keyin. Xudo urdi bizni debdi. O'sha madrasaning mahallasi turadi, bolalarni xabar olishni bilmas edim. Sahonaviy rahmatullohi alayhi bir gaplari bor. Islomiy to'y degan kitoblarda ko'rdim, o'shanda aytayapti. Mahallamizda